kreativ yondashuvlarni amalga oshiradigan o'qituvchilarni bolalar yaxshi ko'radi. Bolalarga o'chir ovozingni degan davrlar o'tib ketdi, bizga aytilardi. O'chir ovozingni adangga aytaman, onangga aytaman, hali yetib kelsin, men seni o'zim bilaman qanaqa nima qilishni deydi-da. Bugun u tahdidlar bo'lgan, u tahdidni biz ko'targanmiz. Lekin o'sha tahdidlar turli xil kerak bo'lmagan o'sha tarbiyadagi metodikalardagi xatoliklar tufayli bizni jamiyatga moslashib ketishimiz juda qiyin kechgan. Juda qiyin kechgan. Masalan, men o'zim aytamanki, bolalar shorbi 5 ga o'qish kerak bolam desa, men aytaman, sindrom отличника qilma, menga kerak emas sindrom отличника. Chunki sindrom отличника bu a'lochi bola ertaga na jamiyatda o'rnini topa oladi, na oilasida o'rnini topa oladi. Hech kim bo'lmaydi. Bolani o'zini resursini to'g'ri chiroyli ishlatishga o'rgatib beraylik. Sen mehr berib maktabga jo'nat, maktabdagi ustoz mehr bilan qabul qilsin. Uydagi er-xotin munosabatlarini olib kelib maktabda yoyish shart emas. Uydagi oilaviy janjallarni olib kelib bolalarga agressiyasini, tajovuzkorligini, zahrini sochish shart emas. Demak, maktab, oila bu misol uchun o'sha kirib kelganida hamma muammolarni tashab, maskalarni boshqa bir maskalarga almashtirib, dars o'tgan o'qituvchilar, bolalarning ruhiyatiga yomon ta'sir qilmaydigan o'qituvchilarning darsida bolalar har doim yaxshi o'tiradi.